Üzemge alındı hazır. Tamam. Avazım çıkıyor tuttu. Hem de kitapınki üzük işiyle edelim başla. Tamam. Avazım çıkıyor tuttu. Bu kitabın üzük hikayesi. Bu ben hayatını bizim Abdullah kardeşimizden çıkargan da nesi var? Niyege. Abdullah Sabit kardeşimiz yaxşı bir nas çıkarıptı. Küçülüp elimde edepti lekin. Pulumuz yok idi, bar idi vicdan. Ve lekin vicdanğa kelmedi bir nam. Nimişki pulun yok dümenlamağa. Çünkü ben yaşaşını bilmeyen insan. Ak könglim netçirep balağı tıktı. Turmuşum pul sorap gelimden sıktı. Yıkılsam yuvaştın müngüzü çıktı. Çünkü ben üzemli söymeyen insan. Şerbek isyan nereden ağanlığını demekti ama bir yaşaş münasebetlik, turmuş münasebetlik bir narsa olğaçqa ben onunla yaşaş sənəti degan kitapni Öddes ovozli kitap qilish kerak deb yozib qo'ydim. Buni men 2017-18-yillari shu Sulaymon vaqtida ishlayotgan vaqtimda shanba kuni dars qildim. Shu vaqtda men bu kitobni rasmiy turishda Yaşaş sənəti İslamjon she'ri Millatlar nashriyat. Bu odamning o'g'li bilan telefonda aloqalashib so'rashgan Amerikada bir doktor Sherifjon akamiz o'g'li, ustozning o'g'li. Ondan keyin deb qo'ydim menga. Endi Yaşaş sənəti degan kitobni Öddes ovozli kitap qilish kerak. Men ma'lum mas'uliyat iqtidorini besib tushirganlik sin darsini boshlaganda mush kitobni boshlaymi yo deb o'ylagan, hatto ovozga qo'ygan qarindoshlarga, tanishuvchilarga. Oxiri ya mush kitobni yoki boshqa bir kitob bilan chiqdi ismi bor. Lekin bu kitobni o'qib qo'ymay bo'lmaydi. Men tadbiriyat sin darslar qilardim u chog'da, har shay. Shu chog'da mush kitobni o'ylagan. Bu kitobning mazmunini qarasak hozir. Kitobning mazmuni bir qarab chiqamiz. İslamjon she'ri. Yaşaş sənəti Millatlar nashriyat. Ama kitobning muqovasini bir layinlikda milliy puraq chiqarib endi. Naqshlar bilan atrofida kenarlar atlı, xo'shxat Yaşaş sənəti. Qaysi xil xat shaklida yozildi u ismini uqmayman. Kitobning muqovasi layinligichi Yu Jiafeng. Xitoy davlatidan bu. Kitobning ismini yozuvchi Yasin Muhammad. Yaşaş sənəti Yasin Muhammad degan bir xattot yozibdi. Bu kitap çıkalı 24 yuan iken İslamjon she'ri. Millatlar nashriyat kitobning ish muqovasi. Bu ustozniki resim ekan mana İslamjon she'ri. Kimin 3. nashr qilgan kitob ekan. Renshin Yishu debdi. Islomjon she'ri Ju ora yozilgan. Kitobda kitobniki
3000 kadar neşr kılınıptı 24 köy. 2003 yılı 1. ayın 1. neşr peyji. Bu derecede muharrirlerden söz, mukaddime, huşallık ve azap. Huşallık ve azap. Birinci kısım Adem ve onun yaşaş sen'iti. Yani yaşaş sen'iti deyin gepni anlasanım bakın. Nəhayət köңülgə, quluqoğluğa nəhayət attan anladı. Yaşaşın bir sənət mi degan bir sual doğdu demek kalmasına. Adem ve onun yaşaş sen'iti. Birinci bab, birinci kısım yaptı. Birinci bab, Adem ve onun vazifesi. Birinci, ecdatlarımızın bu vaxtki qaraşları ve ulanın bizgice ulunuşu. İkinci, zamanımızdan Adem ve Adem'in vazifesi hakkındaki felsefevi qaraşları. İkinci bab, Adem'in yuşurum kabiliyeti ve onun zamanı obrazı. Birinci, Adem'in iki xil baylığı. İkinci, neyimizdeki yuşurum kabiliyet ve psikik uyku. Anlamı, neyimizdeki yuşurum kabiliyet ve psikik uyku. Üçüncü, tabiatimizdeki illetler ve aklımızdan parçalanışı. Dördüncü, yuşurum kabiliyetimizni geçişinin şartı. Beşinci, zamanıvi obraz. Üçüncü bab, yaşaşının sen'etki ve sen'etkarlık. Birinci, yaşaşının sen'etki, ikinci, sen'etkarlık. İkinci kısım, sen'etkarlıkның umumi bayanı. Söz beşi, birinci bab, icadiyet yoki yaşaş sen'etkarlığı. Birinci mavzu, icadiyet bilen bilimning münasebeti. İkinci, icadiyetning tabiri. Üçüncü, icadi kabiliyet ve akli iktidarının köpkünlüğü. Beşinci bab, icadiyet kuruluşu. Birinci, icadiyet kuruluşunun meydana gelişi. İkinci, icadiyet kuruluşunun kısaca mezmunu. Altıncı bab, icadiyetinin kabiliyet ve safa talebi. Birinci, kabiliyet. İkinci, zamanıvi kabiliyet. Üçüncü, safa. Dördüncü, icadi safa. Yedinci bab, icadi ihtiyarlık yetiştiriş. Birinci, ihtiyarlık ve ihtiyarsızlık. İkinci, icadi ihtiyarlık. İcadi ihtiyarlık. Üçüncü, icadi ihtiyarlıkta akıl bilen akli iktidarının rol elişi. Dördüncü, sol ve on mine fonksiyası. Beşinci, çüş baylığı. Uyumgetle. Sol ve on mine fonksiyası. Erkensizlik unutulduğum babam. Beşinci, çüş baylığı. Yani çüşüne baylıkta vardı. Sekizinci bab, icadiyet yoki sen'etkarlıkның türleri. Birinci bab, yani 8. bab birinci mavzu. İcadiyet yoki sen'etkarlıkның türleri. Birinci mavzu, icadiyetki ortaklık. İkinci, fen texnika icadiyeti. Üçüncü, ictimai fen yoki insançılık tatbiqatı. İctimai fen etmektedir. Dördüncü, edebiyat, sanat icadiyeti. 9. bab, nima Latin, Rum yazığı da o sanatları. Arap yakını, o Rum yazığı. İkisini 10 deyimiz, onun sol tarafı bir olası 9 olur.
x'nin o'zi 10 bo'ladi va 10 taraf 2 esa 11 bo'ladi. Hozir ko'ramiz. İcadiyatning qatlamlari. Bu 9-chi bobdir. 10-chi bob ijodiyat fursati va uni amaliyotga aylantirishdagi negizlik masalalar. Birinci, icadiyet fırsatı ve onun şekilleri. İkinci, icadiyet fırsatını ameliyatga aylantirishdagi negizlik usul. Üçüncü, icadiyet fırsatını ameliyatga aylantirishdagi negizlik pozitsiya. Üçüncü kısım, yaşaş san'atkorlikqa to'sqinlik ve tengliki paydo qiladigan omillar. Tengliki paydo qiladigan omillar. Tenglikni tushunmadim. Tahliki bo'lishi mumkin. İmla xatolik bo'lishi mumkin. 11-ci bob tashqi omillar. Birinci mavzu. An'anaviy madaniyat omillari. Birinchi, madaniy meroslarga tutgan nomuvofiq pozitsiya. İkinci, an'anaviy ideya va nufuzlarga bosh urish xohishi. Üçüncü, farzkorlik va adolatchilik. To'rtinchi, ideaviy usul. Beshinchi, makon qarashi. Oltinchi, diniy omillarga sal qarash. Yaşaş san'atkorlikqa to'sqinlik va tahlika paydo qilgan omillarda shularni so'zlab, tashqi omillar, birinchi an'anaviy madaniyat omillari, madaniy meroslarga tutgan nomuvofiq pozitsiya, an'anaviy ideya va nufuzlarga bosh urish xohishi, farzkorlik va adolatchilik, ideaviy usul, makon qarashi, diniy omillarga sal qarash. Ikkinchi, ijtimoiy tuzum omillari. Birinci, istibdatlık ve çiriklik. İkinci, hayatının kıymetini pul ve mensepli bekinduruş xahişi. Hayatının kıymetini pul ve mensepli bekinduruş xahişi. Üçüncü, ta'lim terbiyede bekinmişlik qilish. Psixik omillar. Birinci, psixik sağlamlık ve sağlamsızlıkның farkı. İkinci, insan tabiati ve psikideki acizlikler. Yani insan tabiati ve psikideki acizlikler şu deyimiga şu azık okşap kitap var. Benimki daliklerden kitap var o. Evet, hem de bek okulan bir kitap. İnsan tabiati ve psikideki acizlikler. İnsan tabiatideki artıkçılık ve acizlik diyen temada mavzulu bir kitap var mı? Tabiatimizdeki psikik acizliklarının asaslık türleri. Birinci, özünü kemsindiriş. İkinci, cemaat fikrinin kulu boktaliş. Üçüncü, horunluk. Dördüncü, korkunçaklık. Beşinci, gam kaygı. Altıncı, hasetxo'rluk. Yedinci, gumonxo'rluk. Sekizinci, şöhretperestlik. Mana bu nimalar ekan? Psixik omillarga, nimaga ta'sir qiladigan? Ijodkorlikqa, san'atkorlikqa, yashash san'atkorlikqa to'sqinlik qiladigan va tahlika paydo qilgan omillardagi psixik omillarni haqida so'zladik. Ikkinchi, tabiatimiz psixik ajizliklar asosiy turlaridir. Shuni o'zini kamsindirish, jamoat fikrini qo'li bo'lish, o'rinliq, qo'rqinchlik, g'am qayg'u, hasadxo'rlik, gunohxo'rlik, shuhratparastlik. Endi bu 13-cü bob. San'atkorlikqa to'salg'in bo'ladigan odatlar. Ular o'zini chaqlamaydi. Şimdi özünün desmayısı to'g'ri mo'ljallanmaydi. Üçüncü, başkalarının eybini ko'rchilaydi. Dördüncü, do'st yarenlerini ko'zga ilmaydi.
yoki jazolaydi. 5. Salofatga diqqat qilmaydi. 6. Adabsizlik qiladi. 7. Nishon tanlamaydi. 8. Kotliklik qiladi. 9. Zakunchilik qiladi. 10. Yolg'onchilik qiladi. Bunlar foydalangan materiallardan 572 betlik qancha 625 betlik kitobdan Abdujalil Turan kutubxonasi. Maktabatu Abdul Turan kutubxonasi. Uygurweb.net. Muharrirdan söz. Bunu bir oğlatay. Uygur kitap doğru bekliyor. Muharrirlardan söz. Yaşaş sanatını tahrirlash jarayonida zavq bilan o'qib chiqdik. Bu tabiiy, ijtimoiy va ruhiy fanlarda odamning yoshirin qobiliyatini ichish tadqiqotida borliq kelgan utuqlar muallifning o'zgacha tafakkuri bilan omnibop yuritilgan asar bo'lib, muallifning mushu tema haqidagi o'ylarining kirish so'zligi. Shundoq bo'lishiga qaramay, asarning mazmuni ko'p xil fanlarning birlashma holatida turmushni san'atlik o'tkazish, farosati yetildirishga qaratilgan hamda o'tmishni tasvirlash va kelajakni qiyos qilish qilib berilib ketadigan an'ananing naq hol kunimizni o'tmishni tasvirlash va kelajakni qiyos qilish qilib berilib ketadigan an'anani naq hol kunimizni yaxshilashga bo'rg'an. Asarda g'ulaç yaygan mazmunlarda har bir odam, millat, davlatning davr raqobatlarining talablari bo'yicha bahuzur yashash uchun o'zini zamonga uyg'un loyihalash, yangi asr bilim egiligida negizlik rol o'ynaydigan ijodkorlik rolini o'stirib, milliy egiligini jahon saviyasiga ko'tarishga oid milliy egiligini jahon saviyasiga ko'tarishga oid bilimlar umumlashtirilib sharhlangan. İnsanlar medeniyeti barliq kelgandan buyon odam tabiatiga jug'langan o'ziga ishonish, jasur shijoatlik, g'ayrat, irodalik, jo'shqin yumoristik bo'lib, ijod qilishdek isil fazilatlar va ularning zamonimiz madaniyatini ilgari surish rag'bati echkirilib, odamning azobdan qutulib, xushalliqni qo'lga keltirish yo'lidagi orzulari mustaqil o'ylab ko'rilgan. Asarni ko'ngil qo'yib bir qatim o'qib chiqsak, ko'z oldimizdagi raqobat va krizisda uchrayotgan masalalarni qanday hal qilish va o'zimizdagi yoshirin qobiliyatni qanday yechish haqida bir yurish ilmiy ko'zqarashlarga ega bo'lamiz. Asarni o'qish orqali davr orzulab ketayotgan o'rganish inqilobining ijodiyat qurilishiga oid bilimlar bilan tanishib qolmasdan, xosligimizdagi tafakkur javharlari bilan davr ruhini o'zimizda turg'izishdimi qimmatli fikr yo'llariga erishib, elimiz ham chet ellarda ijodiy safo turg'izish haqida barliqqa kelgan asarlardan umumlashtirilgan dars anglagandek bo'lib qolamiz. Asarning mazmuni mo'l, foydalanan asarlar bilan fikrlarning doirasi keng, amaliyatchan, barliq bilimlarni bugungi hol kunimizni yaxshilaydigan barpochilikqa tatbiqlash nishonlangan, ilmiy fikrlar hissiyot parastlikdan xoli ilmiy
fikirler hissiyatperestlikten hali, naq fakitli asasida qanot yaydirilgan. Eserning ilmiy bo'lishiga qaramay, til adabiy, omilbop, har bir mazmunni o'qiganda insoniyatning o'tmishidan hozirgacha mangulik tema qilingan masalalar o'zgacha sharhisi bilan dilga rohat bag'ishlaydi. Bu mazmunlar muallifning aql va talant haqidagi bir yurish asarlari bilan tadqiqotlar asosida pishib etilgan bo'lib, texnicha idora jamiyat, korxona va maktablarimizga to'liq bilan yetib kelmagan va hammamiz uchun xuddi darslikdek muhimligi bilan astoydil o'rganishga arziydi. Namazdan vaqti bitibdimi? Asarga azam to'ldi. Əsərinin ilmi buluşuğa qaramay, tili, ədəbi, omilbop, hər bir məzmununu oxuğanda insaniyyətin ötmüşünün hazırgıca məngülük tema qılınğan məsələlər özgəçə şərhisi bilən dilgə rahat bağışlaydı. Bu məzmunlar müəllifin aql və talant haqidagi bir yurish əsərləri bilan tədqiqatlar asosida işletilgan bo'lib, texnicha idora jamiyat, korxona va maktablarimizga to'liq bilan yetib kelgan. Ve hemimiz için bu derslikte muhimligi bilanmi astoydil o'rganishga arziydi. Kadrlar, korxonachilar, madaniyatli dehqonlar, o'qituvchilar, texniklar, ziyoli yoshlar. Umuman beshimizdagi krizisni o'z kallasi bilan o'ylab tushirib, biror natija yaratishni o'ylayotgan bir kishi uchun derslik rolini oladi. Savat chiqargan har qanday bir odam o'qib chiqsimi, belgilik natija erishdi. Bo'libmi? Muallif, ya'ni Islomjon Sherif odamga, odamning majburiyatiga va odamdagi yoshirin qobiliyatni ichib, zamoniy obraz turg'izishga oid masalalarni bayon qilganda, tafakkurni kishilik hayotning yo'ltochisi, kishilik turmush qurishning davr talabidagi jilvisi hisoblab, turmushimizning tamoman ijodiyat va ixtiroga tayanib borliq keladigan san'atlik jarayon ekanligini, odam, millat, davlatning bu jon tomirni egillash orqali kuchayishi lozimligini ajoyib gavdali kechib bergan. İcadiyet qurilishini bayon qilganda, bilim bilan ijodiyat bilan cho'ng meva, ijodiyatdagi o'rtaqlik bilan ayrimliq, ijodiyat jarayonida rol oladigan qobiliyat, safo, xoslik, cho'ng mevlikda o'ng shar, ajdodiy meva bilan so'l shar, o'zlik meva. Oğluma o'ng shar, ajdodiy meva bilan so'l shar, özlük menge larning munosabatlarini tabiiy va ijtimoiy fanlarning qo'shilishidagi zamonaviy bilimlar asosida aniq yoritish orqali bizni zamonimizning talant va ijodiyat tadqiqotidagi danglik olimlarning ta'limotlari bilan to'g'rishliq ushlashtirgan. Shuning bilan bir chog'da har bir odam va xalqning o'zini zaman talabida tekrar barpo qilish yo'llarini ko'z oldimizga namoyon qilgan. Yashash san'atiga to'sqinlik qiladigan omillar ichida to'xtalganda, ichki va tashqi jihatdagi to'sqinlik omillarini tamkinlik bilan isbotlab, inson tabiatiga va jamiyatga cho'kma bo'lgan xalqning qiniga vahima, sadoqatsizlik, shaxsiyatchilik, ijodiy faoliyatlarga qarata jur'atsizlik qilishdek zaharlarni singdirib qo'yib, keyingi avlodlarga irsiyat holatidagi muhim gaplar kelmoqda. Ulum qilib qo'yadigan illatlarni yil tizidan qo'mirib tashlash
fikir hürlüki bilen cesur ilgirleydigan milli obraz turguzuş üçün gayvi ilgirligen. Bu mezmunlar icadiyetlik kirişmegen təqdirdimi her qandaq adam bilmiş olmaydan savatlardır. Bu kitabı tanıştırışki sebebi muşu. Ədəbi qarindaşlar. Yine, şunun bilen bir çağda her bir adam ve xalqning özünü zaman talebida tekrar barpo qilish yo'llarini ko'z oldimizga namoyon qilgan. Yashash san'atiga to'sqinlik qiladigan omillar ustida to'xtalganda, ichki va tashqi jihatdagi to'sqinlik omillarini temkinlik bilan sifatlab, inson tabiatiga va jamiyatga cho'kin bo'lib, xalqning qiniga vahima, sadoqatsizlik, shaxsiyatchilik, ijodiy faoliyatga qarshi jur'atsizlik qilishdek zaharlarni singdirib qo'yib, keyingi avlodlarga irsiyat holatida udum qilib qo'yilgan illatlarni yiltizidan qo'murib tashlash. Fikr hürlüki bilen cesur ilgirleydigan milliy obraz turg'uzish uchun g'oyaviy ilgirligen. Abdurmanki hissiyatında vardır. Bu mezmunlar icadetga kirishmagan taqdirdami har qandaq odam bilmisi bo'lmaydigan savatlardir. Kitobning muhimligi menimcha. Bu tahrirdan so'zgan. Aniqlashimizcha, asardagi uftuqlar muallifning kichigidan boshlangan tirishchanlik va uning tafakkur odatiga munosabatli bo'lib, u mas'uliyatchan, ijtihod bilan tinimsiz ilgirlaydigan odam ekan. O aqliga kelibla otasi Şerifaxon Xalqitning o'qish bilan bog'bonchilik inglikini birlashtirgan tarbiyasida o'sgan. Onun kindiqini tükilgen yurti Əzzizana Qashqar shahri bilan ortish oralig'idagi qadimiy mevzarliq 5 kiram bo'lib, Abduqodir Jaloliddin Shadonga bu ham miyaqni bog' bostonlar qoplagan, xalqi emgakchan, bilimxuma, jahongezar, bog'bonchilik orqali shahar savdosiga tutishilgan yurt edi. Beşkiren demişti. Onu kichkida o'qitgan otasi va Abdurim Axun Xalfitin, Ro'zi Efendi qatorliq ustozlardan kitob o'qitib o'ltirdigan va rivoyatlarni amaliyot o'rniga qo'ydigan bir kitob mollasi yo'q edi mag'lubiyat mumkin. Onu kichkida o'qitgan otasi va Abdurim Axun Xalfitin, Ro'zi Efendi qatorliq ustozlardan kitob o'qitib o'ltirdigan va rivoyatlarni amaliyot o'rniga qo'ydigan bir kitob mollasi yo'q edi. Ularning qarashicha, ota-onaning o'lgulik gap so'z sharikati bolalar uchun maktab sirtidagi maktab edi. Ularning qarashicha, ota-onaning o'lgulik gap so'z sharikati balalar üçün məktəb sirtidagi məktəb. Şunu ular kalam bilan amalni, yəni o'qish bilan ishlashni birlashtirgan odamlar bo'lib, o'z bolalarini ustoz, shogird tarbiyalagandek tarbiyalaydi. O'zaro hamsuhbat bo'lganlarida yurtimiz Şinjan'ın, Şarkı Türkistan'ın, Uyg'uristonning shahar bozorlari va ulardan xalqit O'rta Osiyo, G'arbiy Osiyo ellari bilan Jungo, Hindiston, Rossiya to'g'risida, bu yerlardagi olim ilmlar to'g'risida, qo'l hunarmandchilik va milliy sanoat to'g'risida, xalqning udum axloqiy odatlari to'g'risida cho'nqur muhokimalarga tushadi. Bo'libmi, ularda foydali amaliyotga qatnashish, foydali kitoblarni o'qish, ozg'in amaliyotdan o'zini tortish, ozg'in kitoblarni o'qimaslik tashabbusi bor bo'lib, so'zlarda ozg'in harakat va kitoblarga la'nat yog'diradi. Muallim bola vaqtida shu suhbatlarning quloq mollisi edi.
Magepli bek mühimken. Bulup bu ularda faydalı ameliyatga qatnashish, foydali kitoblarni o'qish, ozg'in amaliyotdan o'zini tortish, ozg'in kitoblarni o'qimaslik tashabbusi bor bo'lib, so'zlarida ozg'in harakat va kitoblarga la'nat yog'diradi. Muallif bola vaqtida shu suhbatlarning quloq mollasi edi. Shunga oyig'i chiqib uzoq o'tmay Qashqarning Ko'ni shahar, Yangi shahar, Atush, Fayzobod bozorlariga otasining keynidan ergishib borgan hamda Yangi Sariyaga Nakit, Sariqqo'l, Qag'aliq, Sariqbuya, Turfan, Anjan, O'sh, Uchturfan, Quchoqlardagi yodgorliklar, bozorlar bilan bu yerlarning ilmiy ta'limi haqida otasidan xabarlarni anglab turadigan bu bolaning yumron qalbida otasi dunyodagi eng fazilatli va bilimli kishidir. Mahalla ko'ydagi ustozlari ko'pni biladigan donishmandlardek yuksak turibdi. Nabek muhim ma nuqta. Hozirgi 50 yoshni oshganlarni netlaydigan bir ishlar chiqdi bu o'ttirga. Magiyatni anglab qo'yinglar. Mundabda atasidan xabarlarni anglab turadigan bu bolaning yumron qalbida atasi dunyodagi eng fazilatli va bilimli kishidir. Mahalla ko'ydagi ustozlari ko'pni biladigan donishmandlardek yuksak turibdi. Muallif anasining mehriga cho'milish bilan birlikda o'z nazaridagi ashu ulug' ata va ustozlarning har bir so'z ham harakatini qalbiga naqish, harakatiga o'lcham qilish bilan huzurlanadi. Ata yo'lida mang'anligi bilan faxrlanadi. U shundoq hissiyot bilan 8 yoshga kirganda otasining Alloh bizga 2 kitob bergan, biri Qur'on, yana biri tabiat. Fanniy maktab tabiatni o'qib tafakkur qilishni o'rganadigan muqaddas joy degan topshiriq bo'yicha yangidan ochilgan fanniy boshlang'ich maktabga kirdi. Oldinga magap bek muhim gap. Bu gaplar vatanimizdan bakan tutadi. Alloh bizga 2 kitob bergan. Biri Qur'on, yana biri tabiat. Fanniy maktab tabiatni o'qib tafakkur qilishni o'rganadigan muqaddas joy degan topshiriq bo'yicha yangidan ma'lumot rasmga ilg'olay. Boshlang'ich maktabga kirdi. Bir oyga bormayla xat tunib, ustozlardan amroq o'quvchisiga aylandi. Muloyim, sharmoyalik fazilatlari orqali saboqdoshlari bilan do'stlik o'rnatdi. Eng muhimi, o'rganganlarini dadasi orqali takrorladi va otasining nima deyish kerakdir? Bir oyga bormayla xat tunib, ustozlarining amroq o'quvchisiga aylandi. Muloyim, sharmoyalik tamam. Ovozim qanday chiqmoqda? Tamam. Güzel. Bir oyga bormayla xat tunib, ustozlarining amroq o'quvchisiga aylandi. Muloyim, sharmoyalik fazilatlari orqali saboqdoshlari bilan do'stlik o'rnatdi. Eng muhimi, o'rganganlarini dadasi orqali takrorladi va otasining 1000 soat o'qigandan 1 soatlik tafakkur a'lo degan aqidasi bo'yicha o'ylab ish qilishni, ish ustidagi ham-farosatni, odam tabiatining xushxuy bo'lishi uning baxti, odam tabiatining xushxuy bo'lishi uning baxti degan aqidasi bo'yicha maktab sirtidagi kishilar bilanmi yaxshi muomala qilishni, kengashlik bo'lishni, emgak odam vujudini chingitadigan dora, emgak odam vujudini chingitadigan dora degan aqidasi bo'yicha tirishib jismoniy emgak qilishni, yaxshilik qil daryoga tashla, xoliq bilmasa xalq bilir. Yaxshilik qil daryoga tashla, xoliq bilmasa xalq bilir
degan aqidasi bo'yicha qavm qarindoshlarga, boshqalarga, jamiyatga savobli ishlarga ishtirok qilishni, ota-ona bola uchun yerim doktor degan aqidasi bo'yicha mijoz holatlarida bo'layotgan o'zgarishlarni ota-onasiga ochiq ma'lum qilishni, oila kichik vatan, qavm qarindoshlari bilan inoq o'tishmi vatanni suyganlik, oila kichik vatan, qavm qarindoshlari bilan inoq o'tishmi vatanni suyganlik degan aqidasi bo'yicha urug' tuqqan qo'lim qo'shnilar bilan ittifoq o'tishni odatga aylantirib, toki to'liq o'ttirni puturgacha qo'sh ustozlik o'qishni ijtihod bilan davom qildi. Hamda to'liqsiz va to'liq o'ttirdagi munavvar o'qituvchilarning amroq shogirdi bo'lib qoldi. Bularning ichida otasi doim takrorlaydigan olimlar Allohning do'sti. Olimlar Allohning do'sti. Yarilishingni men yaratdim, yaralmishing o'zingdir. Yarilishingni men yaratdim, yaralmishing o'zingdir. Buni dadam bek ko'p aytdi gaplarni. Degan aqida bilan dunyoga tafakkur yurgizish va uningdagi ijtimoiy izchillik bo'lib, degan aqida bilan dunyoga tafakkur yurgizish uningdagi doimiy izchillik bo'lib, uning qalbida olimlar va ularning ta'limotlari bo'lgan talpinish mutlaq o'rinni egallab olgan edi. To'liq o'ttirni a'lo natijadan tutirib, Beijing Millat universitetiga o'qishga menish oldida otasi muallifni O'yli beg'idagi anor bilan Anjur o'ttirisiga aramda qilib yasagan oddiy so'psiga chaqirib, Iroqdagi bilim yurtida bilimga parvona bo'lish haqida yukinib o'ltirib topshiriq berdi. Topshiriq orasidagi otasi qo'li bilan bog'dagi mevalarni ko'rsatib turib, "Ibolam, boqqa bir xil suv kirsa, mevalik daraxtlar necha xil meva berayotganligini o'ylab ko'rgaysiz. Maktab bir bo'lgan bilan qancha xillab odam yetiladi. Bir xil suvda necha xil mevaning borliq kelishini tafakkur bilan ochquchi damolla biladi. Tafakkurni ochquchi damolla bo'ladi. Ya'ni, ey bolam, boqqa bir xil suv kirsa, mevalik daraxtlar necha xil meva berayotganligini o'ylab ko'rgaysiz. Maktab bir bo'lgan bilan qancha xillab odam yetiladi. Bir xil suvda necha xil mevaning borliq kelishini tafakkur bilan ochquchi damolla bo'ladi. Bir xil suvda necha xil mevaning borliqqa kelishini tafakkur bilan ochquchi damolla bo'ladi. Agitlar biroz murakkab gaplarni ya molla damolla degan biroz ne qoldiqmi? Ibolam, boqqa bir xil suv kirsa, mevalik daraxtlar necha xil meva berayotganligini o'ylab ko'rgaysiz. Maktab bir bo'lgan bilan qancha xillab odam yetilib chiqadi. Bir xil suvda necha xil mevaning borliq kelishini tafakkur bilan ochquchi damolla bo'ladi. Bir xil suvda necha xil mevaning borliq kelishini tafakkur bilan ochquchi damolla bo'ladi. Shu jumla toza deganda muallif otasining bu so'zlar to'liq o'ttirg'icha tikilgan tafakkur olamlar ochquchi. Shu yerda nima o'xshaydi? Tafakkur olamlar ochquchi degan aqidasiga singdirib, har ishning ichki bag'lanishlari ustida tafakkur qilgan tabarruk qilib oldi. Hamda oliy maktabga beriblar. Maktabdagi va Jungo Fanlar Akademiyasi Millatlar tadqiqot o'rnidagi Uyg'ur madaniyati, Markaziy Osiyo tarixi va e'tiqod madaniyatlari bilan cho'nqur tanishadigan Abdurashid Islomiy, Anvar Boytur qatorliq olimlarni ishtirok tutib, maktab darslaridan boshqa Jungo Fanlar Akademiyasining bilim xazinasidan oziq elishga kirishib, Millatlar Universiteti bilan 80-yillarda bo'lgan oliy
partiya maktabidan iborat 2 oliy maktabda o'qib, aspirant bo'lishni kishilik hayot qadamlarini baxtga erishtiradigan tafakkur mashqiga aylantirdi. Bilim texnologiyasini dogma yodlash bilan emas, yangi tafakkur yo'llari bilan qondirib o'rganishga odatlandi. Uning nashriyatchilik va jurnalistlik bilan Jungo nashriyatchilari lug'atidan o'rin ilib qolmasdan, Jungo mutaxassislari, Junxoning mashhur arboblari, dunyoning madaniyat arboblari qatorliq okyanuslardan o'rin olg'uchi mangan tadqiqot musobaqasida ashu aqida doimiy kittirgich rag'bat bo'ldi. Bizningcha SHUAR ijtimoiy fan sohasidagilar birlashmasidan iborat avtonom rayonimizdagi eng cho'ng ilmiy organ Jungo mutaxassislari buyuk lug'atiga uni tunishtirganda ko'rsatgan davlatimizning nazariya tashviqot va nashriyatchilik ishlarining taraqqiyotiga aktiv tuhfa qo'shdi. Avval elimiz va dunyo madaniyatida hozirgi zamon Uyg'ur o'qirmanlarining yo'l ochib menishiga yaramliq ahamiyatli asarlarni tarjima qilib kirgizish bilan Janubiy Shinjang bo'yicha ishdan sirtqi avtorlarning namunachisi bo'ldi. Oldin ijtimoiy fan tadqiqotida nazariyaning amaliy ilmiga ahamiyat berib, odamning yoshirin qobiliyatini ichish va talant-shunoslik tadqiqotini fan sistemasining qurilishiga qaratib, Uyg'ur avtorlar hozirgacha bu tadqiqot sohasida tegish qilmagan sistemalik asarlarni yozib, ilm sohasida o'zgacha bir liniya turg'izdi. Xinjiangning aql bo'libini ichish va talant tarbiyalash ishlarining taraqqiyoti uchun ko'z ko'rganlik natija yaratdi degan baho ve Jungo'nun xalqaro tanilgan mashhur arboblarini baholash komiteti qatorliq tek ilmiy jamiyatning 1998 yili 3 ayning 8 kunida avatgan muboraklash guvohnomasi muallifning ustoz tutishga va tafakkur qilishga mohir bo'lish, iroda qilgan ishiga qiyinchilikdan qo'rqmay umr rivoyat intilishdek shijoatlik fazilatiga o'qilgan madhidir. Dünya medeniyetindeki dağınık adamlar kutuplarına altın medal mükafatı bağlaş komiteti daimi urgunu Achievement Prize of World Cultural Celebrity'nin 1999 yıl 11. ayının 11. günü sizin insaniyet medeniyet işlerinde kolga keltirgen geldilik kutuplarınız ve eserinizden hatırısı için ushbu mükafat verildi deb qutlashi hamda farosat va zamonaviy odam degan ilmiy emgakini dunyoviy madaniyat arboblari farosat xazinasiga yodgor qilishi muallifning tafakkuridagi o'zgacha izchillikqa dunyoning qiziqishidir. Endi muallif to'g'rilik gap tugidi. Bu xili bor ekan. Yaşaş senedine, yani ustazlıkta şan şöhreti, bilim sevgisi, terbiyelenişi, doğruluk sözlük ettik yukarıda. O şu muharridin izliğen sözlerken yaşaş senedi neşir kılatkanda biz onun Abdülmurallık Halk Hükümeti icmaiden nadir eserlerini bağlaş komitesi tarafından birinci ve ikinci derece mukafatı erişken Adem ve iktidar, talant bosuğusu bilen akıl ve fazilet, talant şunaslık, krizis ve berbaçılık, özlüknün bayqaş qatarlıq ilmi eserler. Xotin kızlarda qo'shchinislik qismini bildirish to'g'risida. To'y murosimi, oilaviy madaniyat ko'rigi qatarlıq bir yurish ilmiy maqolalarning onun tefekkürdeki sel çağlığın bulmaydıgan ehmiyetlik izlenişlerinin neticesi işbirlikini çoğunqur iz kılmaktımız. Bu eserler ve onun radyo, televizyon ve mahsus ilmi sorunlardaki nutukları
Şundaqla onun maqalalari qiziqadigan gez jurnallarındaki maqalalarımı barğan sari köpləgən kişilərni qiziqtirmoqda. Biz shunchalik so'zladik. Texmi dana fikrlar keng o'qilmalarga mansub. Biz xalqimizning qo'yni qassob so'ysin degan oqillarning so'zi bilan sizlarni kitobni o'qib chiqishga undaymiz. Chunki sizlar uchun sizlar o'qib chiqib hayotingizga talab qo'ygandilar kitobdagi hikmat andin deyishiladi. Biz muallifni izlaganda uni xalqimizning bilim xazinasiga kamlik bo'libmi o'z kallasi bilan o'ylaydigan, o'z qo'li bilan ishlaydigan ijodkorlikning ojizligini to'liqlash ustida tahrirsizlik bilan izlanayotganligini ko'rdik. O turmuşda oddiy sodda, chiqishqoq, do'stlariga o'tdek qizg'in, olim ulamolarimiz bilan olim sifat yetilayotgan yoshlarimizga umid bilan hurmat bildirib turadigan, xalqimizning bilim egiligidagi kelajak istiqboliga jazman ishonadigan odam edi. Eng muhimi, u hozir qilgan ishlarini qilmoqchi bo'lgan ishlarining tomchisi hisoblanadi. Nashr qilingan asarlari kamchilik nuqsonlarni tuzitib, texmi ommabop xalq suyar asarlar qilib ishlab chiqarishga ishonchi komil edi. Xalqning arzu armonlariga o'zini tamoman qo'shib o'tish uchun tinimsiz ilgirlaydi ekan, debdi muharrir. Endi bu Abdurrahimning muqaddima xushallik ve azob to'g'riliq yozganlariga qadar yaqinlashlar bo'lmoqda. Hali bor o'xshaydi. Endi shu kitobningki to'g'riliq, kitob to'g'riliq, ustoz to'g'riliq yozilgan asarlarni ko'rdinglar, qisqashtirishdi ishni. Ishga ekan. Endi kitobni ishlab tunishib qo'ydik. Qonunni İslamcan Şerif Ustaz'ın o Yaşaş Senliki degan bu kitobni cho'qim o'qib chiqishlarini umid qilaman. Ustoz to'g'riliq uni bekroq izlanishni xohlasanglar YouTube kirib İslamcan Şerif deb izlasanglar Uyg'ur akademiyasida men chiqarib qo'ygan bir nima bor, suhbat bor. Yana Uyg'ur akademiyasi to'g'riga hayot va ijodiyat birinchi qism. Hayot va ijodiyat ikkinchi qism. Ondan boshqa mening darslarim bor. Belkuch kutubxona suhbatlari deb ayrim bir nima chizib tikkanmiz buningga. Yani Belkuch kutubxona suhbatlarida tadbiriyay meniki niman ekanda Uyg'ur akademiyasidan tug'ilgan o'ynatma qo'yish tizimi ekan. Buningda kutubxona va ommaviy madaniyat to'g'riliq kimningki Abduqodir Jaloliddinninki 11 yil bo'yicha chiqarib tikkanlar buni. Ondan keyin onun ikkinchi qismi, ondan keyin oila tarbiyasidagi ilmiysizlik Yalqin O'zining ondan keyin aile terbiyesi ilmisizlik 3. kısım, 2. kısım, 3. kısım, 4. kısım varken aile terbiyesi ilmisizlik 5. kısım, ondan hayat ve icadiyet 1. kısmın İslam'dan şiir Beşkirani. Assalamu alaikum aziz mehmonlar. Bugün İskender Medeniyet Tarix Sirkiti bilan kutubxonamiz birlikte uyushtirib kelayotgan 5-chi qatimliq ommaviy leksiya so'zlash faoliyatini hozir boshlash oldida turyapmiz. Men oldi bilan so'q havo qaramay mushu leksiyaga qatnashib kelgan barliq aziz mehmonlarni qizg'in qarshi olaman va ularga ko'pdan ko'p rahmat bildiraman.
Hürmet mihmanlar, bugünkü lisenin teması hayat ve icadiyat. Lise sözlüğüçi, mutefekkur, icadiyatşunas, talantşunas ve tuğnulgan nesriyatçı İslamcan Şerif Beşkeremi. Lisenin resmi başlaştığım burun İslamcan Şerif akamni kısaca tuğunu ötmekçimen. İslamcan Şerif Beşkeremi 1946 yılı Qashqar Beşkerem'de bir ölüme ailesinde dünyaya kelgan. 1967 yılı Merkezi Milletler Üniversitesi'ni bitirip Yakan ve Qashqar'da ilmi ve memuri hizmetlerde bulgan. 1987 yılı Qashqar İctimai Fen Sahasiliklar Birleşmesi'nin muavin reisi bulgan. 1980 yıldan 1989 yılgacha Qashqar Uyg'ur nesriyatida muavin baş tahrir bo'lib ishlagan. 1989 yıldan boshlab Şinjan İctimai Fanlar Munbiri jurnalining muavin baş tahriri bo'lib ishlagan. Uning aql va fazilat, odam va iqtidor, krizis va barpochilik, talantshunoslik, ixtisosliklarning rolini joriy qildirish to'g'risida talant busug'isi, yashash san'ati, bilish va haqiqat qatorliq ilmiy asarlari, Yildiz, Bahar qatorliq romanlari, G'arbiy yurt madaniyat tarixi, dunyoning 5000 yili qatorliq tarixiy asarlari, fan texnika talantshunosligi, ixtiroshunoslik busug'isi qatorliq talant va ijodiyatga oid tarjima asarlari har qaysi nesriyatlar tarafidan nashr qilingan. Öglükname namlıq 8 tomluq əsri Şinjan Xalq Baş Nəsriyatı tərəfindən nəsr qılınış aldıda durmaqda. Qadımlığımızda Sabcan hakimizni sizlər verişkə təklif qılaydı. Assalamu alaikum sevgili qarindoshlarım. Bugun har birlarga ko'rishganligimga intayin xushal. Ben bugün 3. qatımlıq burilishni, mendeki şahsiy bo'lgan 3. qatımlıq burilishni har birlarga qilaman. Ben 75 yılgacha hozirda e'lon qilgan ba'zi tarjimalar o eserler umuman qilganda shu zamondagi shu vaziyatda qo'shilgan siyosiy eserlar, nazariy masalalar, ba'zi adabiy masalalar va gazalar bo'lib 3 qismga bo'linadi. Menimki 3. burilish deganim hozirda cho'qurlab maqam 3. qadam. 1. qadamda ben asosini talant, iqtidor masalasini tutgan. Bunda Dadam rahmetli har zarurluk bilimsizlik. Bilimsizlik adam kalbindeki bir bütün bir bunun da ölçüsü cezmen şirik getirici bu deçeş gerek. Diğer müşteriler bir işaretle mangalıydım. Ama ben bunçilik kılamasam mı 70 bu şu birinci Türk'ümdeki eserlerinde asasen ben bu şu dünya boyunca bir millet su mu gerek, ortas mı gerek, goşfor mu gerek, bu şu hepsi benim akıl tevekkülde. Ben şu akıl çevremde müşahsenin hemen kabul kılıp üzerinde çıkıp turduğum bir karakteri gibi. Başta bakışlarda 30 kuvada, maddi kuvada o kainatı düşünüş meselesi de evde. Bu müştört tevatlık aylanmışlık 30 kine bilip mükemmeldir. Ben de bizim kemde 30 kide 40'a yani Allah 40 bizden 40 günde yarattı diye yer göster 40 gün bu kandak ahval degende de aşo maybri menpoga Burhan menpoga bu yolda bir halde yaratıcı adamdan her bir kavette yaratıcı adamın tankon aldığını etmemiş yani bu 40 gün yaraldı diye toluklama. Yani ben ki çıkıcı kademde ötken işim hoş bulup bu 8 kitap hoş birbirler takıntılı.
Endi bizimki bu nazariya qurilishimizda bo'laqmi men shug'ullanan bu sohada men kimlarning men bilan hamkorlashganligini men kimlar bilan bu ishda hamnafas bo'lsa o'zaro fikr almashtirishga aktiv bo'lganligini izlab davomli har bir muhokama yig'inlarda bizda yurdi. Ama menimki izleyen adamlarımla o mahvallardan tapamadı. Çünkü bizimki bütün milli kayıtlarımızda örnekçi klasik eserlerini bizimki İçtimai Felal girmesi, İçtimai Fel sayesinde ilişkisi bulamı Mehmet'in Yusuf İçtimai Fel sayesinde birleşmesine daimi hizmetli mesele olan uzak bir yerde Kaşgari merkezdeki zuluk katılarımızın baytar olanı repler. Bulamı yoldaş Mahmut Kurban, Eysa Şakir'la hayat çabda hakkı farklı bir hedef intayı. Dinle tatlıklarını hedef intayı. Edebiyat çoğulmen dedi bak hedef. Şair hikayesinden de hedef. Lakin özlü kuruş meselesi kandak buldu bir adamın mükemmel heybetleri kandak meydanı diyende de Allah intayı az bu kalıp için ben şu bağırlık muhakkım şıkıllarda asasen üzerine aynı neslenizde asasen çavetler yalnız gibi hatta yalnız çavetler boşuşuyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu kitap tanıştırışını hep bağlı. Şunun münasebetiyle hayat ve icadiyet degan bu bir küçük kütüphanesinin sohbetleridir. İslam'dan Şerif Ustaz'danki sözlerini 5 yılını anılgan bulduk. Bu anda 30 minut 45 minut gen birinci kısım. İkinci kısım 30-40 minut. Üçüncü kısım 39-52 minut. Dördüncü kısım 14 minut genelde. Şuna bunu üzerine tepki verip üzerine şu istisamla çıkıdı YouTube'dan anlasam buludu. Bölükçü karındaşlarıma köpten köp rahmet eytimiz. Hazır bula ne de sağ mı selamet mi okumayımız. Şunda qilib bu bugungi yashash san'ati to'g'riliq to'xtalgan mazmun o'shagicha endi biz namoz vaqti bo'ldi bari asan chiqdi Allohlar. Shunga namozimizni o'qilaylik. Allohning o'ziga omonat, xushvaqt bo'linglar inshaalloh. Yaxshi kitoblarni o'qishga tirishimiz. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kanalımga a'zo bo'lishni unutib qolmanglar. Tadbiriy deb yozsanglar inshaalloh bugun chiqar. Tadbiriy .com desanglar tadbiriy kanalımga kiralaysizlar. Bir yerden a'zo bo'lsam hozir 739 adam a'zo bo'libdi. 1600 tane video sinba ishlishi. A'zo bo'lasizlar. Yoki bo'lmasa YouTube kirib bir yerden tadbiriy deb yozsanglar tadbir izlasanglar benim logom chiqar ekan mana. Yoki bo'lmasa Uyg'urcha alt yozilgan darslar bor. Uyg'urcha xatlar Türk alimlerinin dersleri yoki tadbiriy deb Uyg'urcha izlasanglarmi yeni chiqadigan qadrli qarindoshlar, meniki bir kitoblar olam degan program chiqyapti. Bu mas'uliyat iqtidorini tarbiyalash va mas'uliyatlarni o'sib degan o'xshash. Bo'lmasa tadbiriyki yeni boshqa programda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allah'ın emanet. Selamun aleyküm ve rahmetullah.